Qoyil, lekin videoing 10 millionga yaqin ko'rilibdi. Hali bundan ham zo'r bo'ladi. Chunki ertaga meni mashhur jurnalist intervyuga chaqirgan. Voy, zo'r-ku. Shunaqa, shunga nima kiysamikin ertaga? Ochiqroq kiyim kiy. To'g'ri. Lekin u yerda meni nima deyishim muhim. Men u yerda sobiq erim zo'ravon bo'lgan. Urib dabdalami chiqarib tashardi. Dadam boshini egmaslik uchun ham jim yurganman, yashaganman demoqchiman. Desam, hozir hammaga yoqib tushadi. Bilasan-ku, hozir ayollarni kalta yegani hammani og'zida. Rosa trend bo'ladi. Oldingi safargi intervyularimda ham shunaqa deb yolg'on gapirib, yig'lab, o'zim bechora ko'rsatganim rosa hit bo'lgan. Esingdami? Esimda. Ol. O. Mana shunaqa gaplar. Telefonda video qilyapsanmi? Yo'q, jonli efir qilayotgandim. Voy ahmoq. Kecha primo efirda nima deb aljirading? Nima? Ko'rma meni. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ko'rsana. Mas. Voy. Zubayda? Mani primoyim-ku. Gaplaring tushib qopti. Voy, endi nima bo'ladi? Ehtiyot bo'lmaysizlarmi?